Salom hammaga. Sizlar bilan o'sha Firdaus gang. Bugungi videomiz sizlar bilan PUBG Mobile'da pul ishlatgan holatda top 1 olamiz degan challenge-ni qilamiz. Bu challenge-ni biz Livik xaritasida qilmoqchi bo'ldim. O'shanga sal video qisqa bo'lib qoldi. Nimaga Livik xaritasida qilganimni ham videoni oxirroqda aytib o'taman. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik. Mana bolalar o'yinni ham boshlab oldik. Endi biz qayerga tushishimizni aniqlab olamiz. Hozir men planim Groundhouse event bo'lib qolibdi. Endi bu yoqqa tushib bo'lmaydi. O'shaning uchun Blomsterga tushamiz, chunki u yerda polya bor. Polyadagi to'plarni urib xullas at dushi pul ishlab olsa bo'ladi. Hozir Blomsterga tushib olamiz. At dushi mana tushib ham oldik. Voy, telefonni qachishini. Telefon at dushi qo'yapti-ku bu. Pingam bo'lyapti yetmaganiga. Hozir mana to'plarni olib bo'la pul olamiz. Pulga aruja sotib olib at dushi to'padini olamiz. Men o'ylashim bo'yicha to'padini iydi olamiz, chunki bundan oldin ham bir marta qilib ko'rdim. Top 2 da o'lib qoldim. Oson bo'ldi-da, pul topish oson bo'ldi. O'shaga easy to'padini olamiz deb o'ylayapman. Yana bilmadim qanaqa bo'ladi ekan. Hozir mana to'plarni ham gapirib yurgunimcha urib bo'libdi. Avtopadni o'chirish kerak bo'lib. Mana pullarni olamiz, ko'ryapsizlarmi? O'sha bittadan ancha pul yo'q qo'ydim. Hozir bitta yana bitta to'pni uramizda, magazinga borib nimadirlar sotib olamiz. Ya'ni aruja, aptechka, qurol-mulollar. Nikolas Jacksonga o'xshayapman bo'ru. Mollar hozircha magazinga bormay turamiz. Mana yerdagi uylarni ham borib joyga tegdi. Avtopadni o'chirib qo'yish kerak bo'ru. Avtopadni qatida mana topdim. O'chiq bo'ldi. O'chirdik, endi chiqib easy loot qilsak bo'ladi. Ya'ni xalaq bermaydi. Hamma narsani olib. Nimalarni o'qtashyapman. O'rgan qopdi o'sha qo'l. Ani qobiliyat tashlamay turamiz. Mojinsa ishlatarmiz. Hozir biz ozgina yana pul olib keyin magazindan narsa olamiz. Hozir qaysi uylarni loot qilsam ekan, shu katta uyda ko'p pul bo'ladi deb o'ylayapman. O'shanga shu uyni tekshiramiz. Qani necha pul chiqar ekan. Birisi ham chiqmasa lekin bilmadim. Bitta ham pul chiqmadi shunday katta uydan. Hozir bu kichkina uyni qaraylik-chi, bundan necha pul chiqar ekan. Voy, bu uyda ham hech balo yo'q. Magazinga borib narsa olish kerak, endi bilmadim bu. Bo'ladi, ham katta uy bor ekan, shuni ham tekshirib ko'ramiz qani. Bundan necha pul chiqar ekan, nima deb o'ylaysizlar? Videoga like bosish esdan chiqmasam bo'ldi, chunki men sizlar uchun shuncha harakat qilyapman. O'zi telefonim oddiy bo'lsa ham shunda ham ekranida zo'r o'ynab videolarni yarim soat montaj qilib YouTube'ga qo'yapman. Bu video YouTube'ga chiqadi. Instagram ham bor. Instagramga ham podpiska bosib o'ylab. U yerda ham 10 obunachiga yozgan qoldi. 7 tami bo'lganmiz. Bu uydan ham pul chiqmadi. Endi magazinga borib narsa sotib olamiz. Men neza zo'r ekan. Faqat sal Free Fire'ga o'xshab qolibdi. Bitta ishga kirmayapman. Mana 5000 bor. Yana 5000 bor, yaxshi. Mana nafsga mo'likni nafsga deyapti-da buni. Endi biz AUK sotib olamiz, chunki AUK byudjetli narsa. 7000 da 8000. Bu yerda keyin apveslarni sotib olish kerak. Apveslarsiz umuman o'ynab bo'lmaydi. Voy, bitta hozir o'qqa yetmay qoladimi deb uchini atib qo'ydik endi. Yo, yetar ekan, bemalol. Hozir biz aptechka sotib olamiz. 2 ta nospoy, 2 ta aptechka sotib olamiz. Katta aptechka, o'q, keyin bitta granata. Voy bolalar. Anaqa
broni bilan kaskalarni olish esidan chiqibdi-ku. Voy, o'rnasa. Mayli, yana ozgina loot qilamizda, keyin broni shunaqa narsalarni olamiz. Bu yerda hozir ozgina kesib o'raman, chunki video 5 minut bo'ldi bu. Qashti yetib keldik O'zbekqa. Ham magazin bor, shu yerdan loot qilamiz. Odam bor ekan. Odam bor ekan hozir. Men bunaqa narsam bilan o'ldirishga harakat qilaman, yangi narsa bilan. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Davay o'l. Mana urmayapti. Nima urmayapti bu? Otib tashlayman, hozir o'lib ketdi odam. Voy, nima bo'ldi? Ko'rmadi. Yangi avtolinada bilgandan keyin anaqa bo'ladi-yu. Mashina nimadirga aylanib qolganda 2 sekundga bo'lib qolgan, meni ko'rmadi. Aptechka yurib oldik, endi ani botni otib tashlay. Matda yana bitta odam bormi, nima yo'qmi? Mana u ana. Otamiz easy. Bundan easy otib olamiz. Если что, чувств Telegram kanalda bunaqa номер 1 чувств faqat mendan ham bo'ladi. Endi mana ularni yashigini ko'ramiz. Puli bormi ekan, yo'qmi ekan? Pul yo'q. Bunda ham puli bo'lmasa bilmadim. Voy, bunda ham pul yo'q. Hatya unda bordir, bir nima olaylik. Kaskam yo'q, o'lib ketaman-da. Ko'ramiz bunda necha. Voy, hech kimda pul yo'q. Pul olib yurish kerak. Hozir hamma narsa pul-ku. Voy, endi nima qilamiz? Bu yerga ozgina loot qilamiz. Mana bu yerda ham 60 loot qilib oldik endi. Kim o'tdi? Voy, biling, yo'qni qaranglar. Kaskam yo'qdi, nima balo, kaskam yo'q. Qattasan uka, o'zi otib tashlayman. Nima ekan? Bo'ldi bolalar. Endi buni ham lootini qaraymiz. Bunda ham pul bo'lmasa lekin. Demak, botlar pul olib yurmaydi ekan. Qani? Bu bot ekan, chunki pul yo'q. Mana bolalar, sizlarga bitta fakt, agar pul bo'lmasa, u bot bo'ladi. Mana dropga borib loot qilib ko'ramiz. Mana brat nima qilyapti? Buni ham easy otib olamiz, chunki brat hamma botni anuni qaranglar yugurishini. Ochiqdalarda bemalol yugurib yuribdi. Qaniysan bitta uka kallingni chiqar. Avogadro zajimlari qilaman. Hazil. Aptechka yurib. Bu nima bak? Ashka yotib olsam ko'rmaydi ham meni. Ko'rmasa kerak, yana bilmadim. Aptechka yuramiz desam, meni qarab bo'lik uchishini. Voy, meni qara. Chiqmayapti-ku, nima qilamiz? Orqaga qochamizda magazindan narsa sotib olamiz. Birinchi garajdan mashina ochib olaylik, keyin magazindan borib narsa sotib olib kelib borib bemalol endi unaqa qilamiz, nima edi? O'ynaymiz xullas. To'pirda olamiz. Bolalar hozir magazinga kirib endi anaqa qilamiz. Birinchi o'rinda kaska olamiz. 3 kaska emas, 2 olamiz, chunki yana boshqa narsa olish kerak. Aptechka olamiz. Hayeshka bilan moliga olib ketamiz. Ana ketdi. Anaqa olish esidan chiqdi-yu, sumka olish. Sumka olib borish kerak. Sumkaga pul yetadimi? Agar 2 sumka bo'lsa, pul yetadi. Mana как раз 2 sumka bor ekan. Qanday ko'ryapman? Mana 2 sumka montajda ko'ryapman. Oldik mana endi aptechka. Mana jo'nni qara. Aptechkani bosyapman, urmayapti aptechka. Aptechka qilmayapti, hozir o'lamiz 100 foiz.